Birpasda keldi-yu tugaydi. Lekin zo'r narsalari. Doimiy mijozimizdan o'tib olamiz. Malika opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizlar bilan necha yildan beri ishlaysizsiz va nima sababdan bizani nima qulayliklarimiz bor, kimga taklif qilasiz bizani? Sizlarni xalqqa taklif qilaman. Sizlardan 2 yildan beri narsa olaman. Yaxshi mijozinglarman. Sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Bu yerda hamma bolalar kirishim bilan xushmuomala. Juda ham chiroyli kutib olishadi, kulib kutib olishadi. Bir pilla choy ichib oling, isinib oling deyshadi. Keyin narsalarni berishganda foizigacha tushirib berishadi. Masalan, qanchadir narsa olsam, foizlargacha tushirib. Ham buni yana afzalligi, sizlar narsalar sifatli, chiroyli, birov ko'rganda did bilan maza qilib oladi. Birovga berganinglarda sovg'alarga juda chiroyli. Sovg'a bergan odam ham, sovg'a olgan ham juda xursand bo'ladi. Narsalar juda chiroyli, did bilan tanlab olib kelasizlar. Har doim yengilab turishadi. Har safar kirganimizda yengilik, faqat yengiliklar bilan. A'zam usta birinchi bo'lib a'zam usta bo'ldi. Yengiliklarni tanlab kelishga juda chiroyli olib keladi. Lekin bitta joyi yomon joyni ham aytib ketaman. 2 kundan keyin tugadi deydi. Bo'ldi, shu joyi yomon. Birpasda keldi-yu tugaydi. Lekin zo'r narsalari, xushmuomala bolalar. Malika opa, bizlar bilan ishlaganingizdan keyin daromadingiz necha foizga ko'tarildi? Juda ko'p. Endi necha foizgachasini aytolmayman. Bu sir. Zo'r. Salomat bo'ling. Hammaga taklif qilaman. O'ttiflarni o'zingizlar ko'rdinglar, har 15-20 kunda bizani tovarlarimiz keladi. Kimga shunaqa yaxshi tovarlar kerak bo'lsa, sizlarga sirazu taklif qilamiz. O'sha payt do'konga kelinglar, hammalarni Oxo Gift House'da kutib olamiz.